Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Xohlasin, biz ikkita Jakemich mashinasi olib qo'yganmiz. Samarqanddan, bu 01 nomerda turadi, Toshkentda. Bu mashinamizni klapli ligirovka qilyapmiz. Klapli ligirovkasi bo'ldi. Hozir yig'ishni boshlaganmiz. Klaplasi qilib ketgan. Bu mashinamizni ham ligirovka qilib beramiz. Bunisi 50 ming kilometr yurgan. Bunisi где-то 100 ming oshiq yurgan. Klaplari siqilib ketgan buni. Kamiga bitta silindrning kompressi past. 8 ko'rsatyapti kompressi. 15 shu umuman o'tmayapti. Xohlasa bitta ligirovka qilib ko'ramiz buni. O'zi ligirovka qilinishi kerak. Kompressi 10 dan baland bo'lgan mashinalarkini, 10 dan past bo'lsa ishlab ketish ehtimoli juda kam. Aka endi tavakkal qilib ko'ramiz sizlar. O'zi galovkasini ochish kerak buni.